Kechagi o'lib qolgan klientimning hikoyalarini bugun davom ettiramiz. Xullas to'lov kelganda Rossiyadan pul o'tkazishligisi kerak dedilar. Men ham deb ularni 1-2 kun kutdim. Men kutdim, ular shunchalik ko'p tovar olganlaridan boshqa odamlar уже mendan o'sha tovarlarni so'rash boshladi. Уже keyin ularga yozdim. "Okay, mayli, hammasini bo'lmasa ham hatto 200 ming, 300 ming tashab qo'ying" dedim. Ana tashiyman, mana tashiyman bilan yana 1-2 kunni o'tkazdilar. Уже keyin chiroyli qilib tushuntirishni boshladim. Men aytdim, "To'g'ri, bir-birimizni umidvor qilib o'tirgandan foyda yo'q, давайте kelishib olaylik. Hatto plyus yo'q bo'lsa ham ayting, men tushunaman" dedim. Ular bo'lsa har doimgi gap. Bugun tashiyman. Короче, keyingi kunlar men ularga yozsam, просто o'qib meni ignor qilyaptilar. Men ham možda yozib qolardi deb qachon tovarlar chiqazvoraylik, pulni qachon to'laysiz deb yozib. Lekin har doimgidek ignor bo'laverdi. Shu bilan men ham ketkazgan vaqtimga rozi emasman deb yozib. Oradan necha kun o'tib bilmayman, Arifa kuni menga video tashlayapti. Ya'ni o'zini reelsiga joylagan videoni. Foyda dedim, men ham yozdim. G'alati emasmi, Telegramda qancha yozganimda ignor qilib bo'tdan endi video tashlash dedim. Ketkazgan sekundimga ham rozi emasman deb yozib. Keyin birdaniga o'sha akkauntda menga javob keldi. Opam o'limiga sen aybdorsan, sana deb opam o'ldi deb. Assalomu alaykum, yetib kelganingiz shu bo'pti dedim. Короче, bilsam u pul olib kelgan ketgan ekan. Ana o'sha pul olib kelish ketganda avariya bo'lib o'ldi dedi. Lekin hech ham голосовой tashamayotgandi. Men aytdim, "Ya, bu nomeri menga o'tmadi" dedim. "Nima senga isbot kerakmi? Undagi qarshiga dava qabriga boramiz" deydi. Yana bitta assalomu alaykum dedim. Shu bilan oxiri golос tashatirdim. Golosini eshitsam, почти bir xil. Okay, opa-singillarning ovozi bir-biriga o'xshar dedim. Lekin bu yoqdan men bilan spokойно gaplashish, bu yoqdan yana video reelsga jo'natishi umuman meni ishontirmadi. Qiz o'limiga keladigan bo'lsa, men gruzovoy bosib ketmaydimi? Agarda Alloh jonini olmasa, unda hech nima ta'sir qilmaydi. Siz bunaqa vaziyatda qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz?